Demak, assalomu alaykum, hurmatli navbatdagi mavzumiz bilan davom ettiramiz. Navbatdagi mavzumiz demak, oila ijtimoiy pedagogikada oila tiplari va turlari. Buni ijtimoiy pedagogikada biz oila mavzuida albatta snoska sifatida epigraf sifatida Santanani fikrini olganman. Bu yerda oila tabiatning shoh asarlaridan biri ekanligi ifodalangan. Ya'ni oila tabiat tomonidan yaratiladigan eng bir ajoyib shoh asarlardan biri hisoblanadi. Bugungi mavzumiz rejalari oila ijtimoiylashtirishni bosh ustuni, bosh instituti sifatida isbotlangan. Ikkinchi rejamizda nomaqbul oila bilan ishlash texnologiyasi va darajalari va uchinchi rejamizda oilaga ijtimoiy pedagogik yordam turkumi va sikli haqida va to'rtinchisi esa reabilitatsiya ishlari darajalari va noto'liq oilaning ijtimoiy pedagogik muammolari haqida gaplashamiz. Foydalangan adabiyotlarimiz bilan tanishtirib o'taman va bu taqdimotimizda keltirilgan. Oila haqida birinchi o'sha rejamizga doir bo'lgan oila va uning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari haqida gaplashamiz. Oila bu shaxs tarbiyasida boshqa bir ijtimoiy institutlar bilan taqqoslaganda eng muhim vazifalarni bajaruvchi muhim o'sha qism hisoblanadi. Chunki aynan oilada individual qobiliyatlar, shaxsiy kasbiy qiziqishlar va axloqiy me'yorlar shakllanadi. Oila o'sha omili insonga butun umri davomida ta'sir etadigan omil sifatida belgilangan. Buni suratlarimizda ham ko'rishingiz mumkin. Oilani ijtimoiy jihatdan inson turli ijtimoiy maqomlarga ega bo'lgandan keyin paydo bo'ladigan jarayon sifatida belgilanadi. Bu yerda aynan o'sha oila insonni o'zini o'zi anglab olishga, bilib olishga, o'zini harakatlarini tushunib olishga yordam beradigan jarayon sifatida isbotlangan. Aynan oila insonni o'zini belgilab olishga va uning ijtimoiy ijodiy faoliyatini oshirishga yordam beruvchi jihat sifatida isbotlangan. Keyingisi esa oilaviy munosabatlar, ya'ni inson tomonidan aksiologik jihatdan oilaviy munosabatlar oliy qadriyat sifatida belgilangan. Oila bugungi kunda yuksak malakali psixolog, ijtimoiy pedagoglar yordamida muhtoj bo'lib bormoqda. Bunga sabab nima? Chunki oila ikki yo'nalishda mavjud bo'ladi. Birinchisi kichik ijtimoiy guruh sifatida oila bo'ladi. Bunda oila qarindoshlik asosida tuzilgan va birga yashash bilan birlashtirilgan hamjamiyat bo'lsa, ikkinchisi esa ijtimoiy institut, ya'ni insonlarning kundalik hayot kechadigan ijtimoiy muhit instituti hisoblanadi. Oila va uni xarakterlovchi turli mezonlar mavjud. Bu mezonlar quyidagilar bilan farqlanadi. Birinchisi, to'liqligiga ko'ra oila. To'liq oila, noto'liq oila va qayta tuzilgan ikkinchi nikoh oilalar hisoblanadi. Ikkinchisi esa bo'g'inlar soniga ko'ra nuklear oilalar, ya'ni ota va ona bolalardan iborat bo'lgan oilalar va ko'p bo'g'inli oilalar, ikki va undan ortiq avloddan iborat bo'lgan oilalar hisoblanadi, ya'ni birga yashovchi oilalar hisoblanadi. Uchinchisi esa bolalar soniga ko'ra farzandsiz, ya'ni bir bolali, ikki bola farzandsiz, bir bolali, ikki bolali, 3 va 4, 5 va 6 bolali o'sha oilalar hisoblanadi. Bunda oilalarni turiga qarab biz ajrata olishimiz, ya'ni oilani har xil mamlakatlarda turli xil mezonlar asosida farqlanadi. Masalan, AQSh, Germaniya, Fransiya, Gretsiya, Rossiya va boshqa rivojlangan davlatlarni kuzatishimiz mumkin. 3-4 bolali oilalar bu ko'p bolali oilalar hisoblanadi. Bizani O'zbekiston Respublikasi hududida esa 3-4 oilali bolalar bu o'rta o'sha yoshli oilalar hisoblanadi. Bunday oilalar, ya'ni o'rtacha bo'lgan oilalar sirasiga kiradi. Va to'rtinchisi xotinning ijtimoiy kelib chiqishiga ko'ra tuzilgan oilalar hisoblanadi. Bular ishchilar, dehqonlar va xizmatchilar, ziyolilar oilasi va aralash tipdagi oilalar hisoblanadi. Keyingi qismda biz oilani va xotin ma'lumotini saviyasiga ko'ra shakllantira olamiz. Tipiga bo'lib olamiz. Bular oliy ma'lumotli oilalar, o'rta maxsus, o'rta tugatilmagan va o'rta maxsus yordamga muhtoj oilalar va bu oilalarni turlarida kuzatishingiz mumkin. Ya'ni maktab ma'lumotiga ega bo'lgan
oilalar ham hisoblanadi. Oilani yoshiga ko'ra yosh oila, ya'ni 1 yildan 3-5 yillik oilalargacha bo'la olishimiz mumkin. 6-10 yillik turmush tajribasiga ega bo'lgan oilalarga ham bo'la olishimiz mumkin va o'rta yoshdagi oila, yetuk yoshdagi oila, qariyalar oilasiga qilib oilaning yoshiga ko'ra turlarni ajratishimiz mumkin. Va er va xotinning ota-onasi bilan bog'liq bo'lgan oila turlari bilan moddiy ta'minlanganlik darajasi jihatdan qudalarning bir-biriga mos ekanligi, ular orasida katta tafovut mavjudligi bo'yicha bir-biriga mos va mos bo'lmagan oila turlariga ham bo'lishimiz mumkin. Endi 8-sida biz regional jihatdan oilani turiga bo'lamiz. Ya'ni regional jihatdan shahar oila, qishloq, aralash tipdagi oilalarni ham ko'rishimiz mumkin. Va 9-sida nikohdan qoniqqanlik saviyasiga ko'ra, ya'ni ajralish saviyasida nikohdan qoniqqanlik darajasi quyi saviyadagi bo'lgan oila, o'rta saviyadagi oila va nikohdan qoniqqanlik darajasi yuqori saviyadagi oilalar ham bo'lishi mumkin. Oilada ayol va erkak yetakchiligiga ko'ra er yetakchi bo'lgan oila bor, xotin yetakchi bo'lgan oila bor va er va xotin yetakchiligini birga bajaradigan bearxat oilalar mavjud. Bu oilalar er va xotin orasidagi munosabatlariga ko'ra avtoritar, demokratik va liberal aralash tipdagi oilalar kabi turlariga ham bo'linishi mumkin. Bu 11-tip bo'linishi hisoblanadi va 12-si esa er xotinning millatiga ko'ra, ya'ni bir millatli yoki baynalmilal oilalar, baynalmilal oilalarni o'z navbatida biz ikkiga bo'lamiz. Bir millatli oilalar, ya'ni o'sha hududdan, regional jihatdan bir-biriga yaqin qarindosh urug'chilik munosabatlari mavjud bo'lgan oilalar hisoblansa, baynalmilal oilalar, ya'ni o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Bular dini, urf-odatlar yoki tili bir guruhga kirgan millat vakillari orasida nikohlar, masalan, o'zbek, tojik, o'zbek, qozoq, o'zbek, turkman, rus, ukrain, o'zbek, tatar va boshqalarni kirita olishimiz mumkin. Keyingisida esa biz dini va urf-odatlari yoki bir tilli guruhga kirmagan millat vakillari orasidagi nikohlarni ko'rishimiz mumkin. O'zbek, rus oilalari, o'zbek, ukrain, o'zbek, eston, o'zbek, nemis va boshqalarni kirita olishimiz mumkin. Bu biz o'sha oilani tasniflanishiga ko'ra turlarni ko'rsatyapmiz. Bu tasniflanishda xizmatchilar oilasi, dehqonlar oilasi, aralash tipdagi oilalar, ziyolilar oilasi va ishchilar oilasi kabi turlarga bo'lamiz. Oilani to'liqligiga ko'ra to'liq, noto'liq, qayta tuzilgan ikkinchi nikoh oila. Oilani bo'g'inlariga ko'ra nuklear oila, ko'p bo'g'inli oila. Oilani bolalar soniga ko'ra turlarida farzandsiz, ya'ni oilalar, 1 bolali oilalar, 2 bolali oilalar, 3 va 4 bolali oilalar, 5 va undan ortiq ko'p bolali oilalarga bo'lishimiz mumkin. Oilani vazifalari nima? Oila bu aynan o'sha iqtisodiy, reproduktiv, tarbiyaviy, rekreativ va kommunikativ, regulyativ, filiatologik jihatdan ko'rishimiz mumkin. Oila vazifalari bevosita er va xotin munosabatlaridan kelib chiqib shakllanadi. Ya'ni oila bilan ishlash texnologiyasi darajalarida biz nizoli holatlarni ham kuzatamiz. Aynan bu vazifalar to'g'ri taqsimlanmasligini oqibatida oilaviy konfliktlar yuzaga keladi. Oilaviy konfliktlar bevosita nizolar hisoblansa, nizolarni ham turlari bo'lishi mumkin. Bu yerda aynan ijtimoiy pedagog xodim o'sha oila bilan ijtimoiy ishlash texnologiyasini darajalari sifatida bo'lib ham o'rgansa bo'ladi. Bundagi er va xotin o'rtasidagi munosabatni, qaynona kelin o'rtasidagi munosabatni, qaynona kuyov o'rtasidagi munosabat ham, ovsinlar o'rtasidagi munosabat ham, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabat ham aynan oilaviy nizo turlariga kira olishi mumkin. Nomaqbul oila bilan ishlash texnologiyasida biz dastlab o'sha birinchi tashxislash kuzatamiz. Bu aynan nomaqbul oila bilan ishlash texnologiyasi darajalarini profilaktik jihatdan aniqlab olish, ya'ni ota-onalarga pedagogik o'sha ma'rifat tarqatish. Ikkinchi, tashxislab olish, ularni ixtiyoriy qanaqa, mutaxassislar bilan hamkorligi qanaqa darajada va reabilitatsiya, ya'ni erkin tarbiyalash targ'iboti qanaqa shakllanganligini ko'rishimiz mumkin.
Aynan nomaqbul oila bilan ishlash texnologiyasini darajalarida biz profilaktik jihatdan mahallalar bilan biriktirilish, tashxislash jihatdan mahalla yettiligidagi yoki bo'lmasa mahallada xotin-qizlar masalalari bilan shug'ullanadigan, oila masalalari bilan shug'ullanadigan bo'limlar bilan shug'ullanish va reabilitatsion markazlarda oilada farzandlarni to'g'ri tarbiya topish, kamolga yetkazish masalalari bilan shug'ullanish darajalari keltirilgan. Oilada ijtimoiy pedagogik yordam turkumi aynan biz reabilitatsion jihatdan ijtimoiy pedagogik yordam turkumi sifatida nimalarni kirita olamiz? Bu o'sha reabilitatsiya ishi darajalarini mana yuqorida keltirib o'tganmiz. Birinchi reabilitatsiya ijtimoiy pedagogik jihatdan yordam darajasi individual bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy patronaj, xat murojaat va maslahat texnologiyalari shakllangan individual ishlar hisoblanadi. Ikkinchisi umumiy ishlar, ya'ni ommaviy aksiyalar, sayohatlar, hasharlar ham oilalarni bir-biriga munosabatlarini iliqlashtiruvchi jarayon hisoblanadi. Guruhli, ya'ni guruhli suhbat, ma'ruza, trening, disput, diskussiyalar, yig'ilishlar, bayramlar uyushtirish ham oilani ijtimoiy pedagogik jihatdan yordam siklini, ya'ni reabilitatsiya darajalariga misol bo'la oladi. Noto'liq oilaning ijtimoiy pedagogik muammolari nimada? Noto'liq oilani biz ijtimoiy pedagogik muammolari sifatida, ya'ni noto'liq oila haqida gapirilganda, biz ular qanday yuzaga kelishi haqida o'ylaymiz. Ya'ni oilada er va xotin birini vafot etganligi tufayli kelsa, ikkinchi sababda ularning ajralishi tufayli noto'liq oila vujudga kelishini ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni bizda birinchidan o'sha tirik yetimlik holati hisoblansa, ya'ni jamoatchilik o'rtasida, ayniqsa bolalar jamoalarda, bog'chada, maktabda tengdoshlar davrasida nisbatan kuchliroq qo'pol tarzda tushuntiradigan bo'lsa, qoralanish hisoblanadi bu. Ularni o'sha ikkinchi sababi ajralishlar sabablari keltiriladi. Ajralishlar sabablarini aniqlash maqsadida o'tkazilgan tadqiqotlarni ko'rsatishicha, bu o'sha er va xotin munosabatlarida motivlar sifatida, ya'ni oilalardagi ajrashishlar ma'lum bir motivlar sifatida ko'rsatilgan ta'sirlardan asosiylari. Masalan, qanday motivlar deysiz? O'sha ikki inson, ya'ni turmush o'rtog'ining qo'polligidan, ota-onalar boshqa qarindoshlarning aralashuvidan, bir-biriga nisbatan befarqlikdan, er va xotinda bir-birini oilaviy masalalarga nisbatan befarqligidan kabi mana shu ajralish sabablariga misol qilib ko'rsata olishimiz mumkin. Ijtimoiy pedagogni oila bilan ish yuritishi qanday bo'ladi? Birinchi, ijtimoiy pedagogik faoliyati oilani o'rganishdan boshlanadi. Oilada muhit qanday? Ya'ni oiladagi munosabatlarni o'rganish pedagogga oilada bolaning holatini tasavvur qilish kerak. O'sha ijtimoiy pedagog oilada bolani tasavvur qilish kerak. O'sha bolani o'rniga o'zini qo'ya olish kerak. U shunday vaziyatda nima qiladi? Keyingisida ijtimoiy pedagog tomonidan oila xaritasi tuzilishi kerak. Bu oiladagi o'sha xaritadagi yetishmayotgan holatni ko'ra olish uchun. Xaritaning ilovasida oilada bola tarbiyasini o'rganish deb nomlangan o'sha qism ham bo'lishi kerak. Ya'ni bu jarayonda bolani tarbiyasini o'rganish uchun nima ishlarni amalga oshira olish kerak. Bugungi ma'ruzamiz shundan iborat edi va mavzumizga doir bo'lgan test bor. Bu testni hurmatli talabalar platformaga yuklayman, ya'ni bir-biringizga mos tushasizmi testi hisoblanadi. Buni ham o'rganishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.